Aslona Laylo Olimovna, Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti raisiman. Umuman olganda Yoshlar parlamenti bu volontyorlik tashkiloti hisoblanadi. Ya'ni bizda ko'pgina yoshlar savol berishadi, oylik olasizlarmi, maosh olasizlarmi? Yo'q. Faqatgina shaxsiy xohishimiz, shaxsiy intilishlarimiz va shaxsiy motivatsiyamiz orqali biz mana shu Yoshlar parlamenti faoliyatida ishtirok etamiz. 80 ta talaba borgan bo'lsak, ichida faqatgina yagona qizman bo'lganman. Qolgan hammasi o'g'il bolalar va shu uydagilarga kelib, onamlarga qo'ng'iroq qilganimda birinchi aytgan bir niyatim, o'ylayman, xolis bo'lgan ekan. Men albatta kelajakda mana shu senat binosida ishlamoqchiman degan. Oliy Majlis Senatining yalpi majlislar zali hisoblanadi. 455 kishiga mo'ljallangan ushbu zalda tarixiy zal hisoblanadi, chunki davlatimiz rahbarining inauguratsiya jarayoni ham aynan mana shu zalda bo'lib o'tgan. Bu zalda davlatimiz uchun muhim bo'lgan qonunlar qabul qilinadi va nafaqat Oliy Majlis Senatining senatorlari, a'zolari, balki Yoshlar parlamenti ham bugungi kunda mana shu zalda o'tirib qabul qilinayotgan qonunlarda o'zining fikrini bildirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Men Aslona Laylo Olimovna, Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti raisiman va o'z faoliyatimni shu yilning fevral oyidan boshlaganman, lekin umuman olganda Yoshlar parlamenti faoliyatida men 3 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqdaman. Umuman olganda Yoshlar parlamentini faoliyati to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, 2020-yilda davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan har ikkala palata huzurida, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Oliy Majlis Senati huzurida Yoshlar parlamentlari tashkil topgan. Mana shu Yoshlar parlamenti bugungi kunda siyosiy jarayonlarda faol bo'lgan yoshlarni o'zini atrofida jalb qilish, xususan parlamentda yoshlar ovozi bo'lishini ta'minlash maqsadida ham tuzilgan hisoblanadi. Aytib o'tishimiz kerak, Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti o'z faoliyatini ikkinchi chaqiriqda hozirgi kunda olib bormoqda. Birinchi chaqiriq Yoshlar parlamenti 5 yil davomida o'z faoliyatini yuritib, muayyan bir bugungi kunda yutuqlarga, natijalarga erishdi va umuman olganda Yoshlar parlamentining asosiy maqsad vazifalari ham bugungi siyosiy jarayonlarga hamohang hisoblanadi. Chunki bugungi kunda davlatimiz rahbari yoshlarni har sohada faol bo'lishini, ularni har jabhada ularning fikr, mulohazalarini, ularning fikrini inobatga olgan holatda islohotlarni amalga oshirish kerakligini ko'p bora ta'kidlab o'tadilar. Aynan parlament faoliyatida ham yoshlarning ovozi bo'lishi bu juda muhim. Chunki parlament bu xalq uyi va parlamentda xalq uchun muhim bo'lgan qonunlar qabul qilinadi va har bitta qonunni qabul qilish jarayonida har bitta qatlam aholining manfaatlari, shu jumladan yoshlarning ham manfaatlari ko'zda tutilishi kerak. Shu nuqtai nazardan ham bugungi kunda Yoshlar parlamenti o'zini faoliyati davomida birinchi galda qonunchilik jarayonlarida yoshlar manfaatlarini himoya qilish, ularning bugungi kundagi muammolarini qonunchilik darajasida tartibga solish, shu bilan birgalikda yoshlardan kelib tushayotgan takliflarni ham qonunchilikda aks ettirishni maqsad qilib qo'ygan hisoblanadi. Shu orqali biz Yoshlar parlamenti a'zolari o'zimizni siyosiy jarayondagi faolligimizni ko'rsatib kelmoqdamiz. Yoshlar parlamenti umuman olganda ko'rishimiz mumkin, o'zini 5 yillik faoliyati davomida muayyan bir yutuqlarga erishdi va eng asosiysi biz bugungi kunda mana shu parlamentda o'zimizni muayyan bir o'rnimizga ega bo'ldik desam mubolag'a bo'lmaydi. Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti a'zolarini tayinlash tartibi ham nizom bilan tartibga solingan bo'lib, unga muvofiq har bitta hududdan 6 nafardan mahalliy kengash deputatlari 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar, demak, tavsiya etiladi va shu bilan birgalikda ularning 10 nafari Yoshlar ishlari agentligining tavsiyasi asosida va 6 nafari Oliy Majlis Senatining tavsiyasi asosida, demak, yosh, aktiv va faol bo'lgan yoshlarimizdan, demak, lavozimga saylanishadi. Shundan kelib chiqqan holatda bugun biz o'zimizni faoliyatimizni 100 nafar tarkibda olib bormoqdamiz va eng muhimi bugungi kunda har bitta hududimizda bizning vakillarimiz bor va ular o'zini faoliyatini nafaqat, demak, bugungi kunda poytaxtda, balki hududlarda amalga oshirish orqali yoshlarimiz bilan hududda ham yaqindan faoliyat yuritish imkoniyatini beradi va imkoniyatlarimizni kengaytiradi. Umuman olganda aytib o'tishimiz kerak, Yoshlar parlamenti a'zolari yoki umuman olganda Yoshlar parlamenti bu volontyorlik tashkiloti hisoblanadi. Ya'ni bizda ko'pgina yoshlar savol berishadi, oylik olasizlarmi, maosh olasizlarmi? Yo'q. Faqatgina shaxsiy xohishimiz, shaxsiy intilishlarimiz va shaxsiy motivatsiyamiz orqali biz mana shu Yoshlar parlamenti faoliyatida ishtirok etamiz. Chunki
chunki haqiqatdan ham yoshlar parlamenti bu muayyan bir volontyorlik tuzilma sifatida palatalar qoshidagi bir institut tuzilma hisoblanadi. Umuman olganda mana shu yoshlar parlamenti raisi sifatida bo'lishimdan oldin ham men yoshlar bilan uchrashganimda mana shu senat binosida biz yoshlarni, maktab o'quvchilari, talabalar, yosh kadrlar kelganda biz ular bilan juda ko'plab uchrashuvlar o'tkazamiz va ularda ham aynan qanday qilib senat faoliyati biz ham yaqin bo'la olamiz yoki umuman olganda yoshlar parlamenti faoliyatiga qanday qilib kirsak bo'ladi degan savollar ko'p bo'ladi. Shu joyda o'zimni ham kichik bo'lgan bir tarixim haqida aytib bermoqchiman. 2015-yilda Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi bo'lganman. Mana shu talabalik davrimda birinchi ekskursiyaga borgan binoyimiz bu senat binosi bo'lgan. Oldingi o'sha hozirgi bevosita Mustaqillik maydonining orqasidagi bino va hammamiz havas qilib, juda niyat qilib borganmiz u binoga. U binoga kirganimizda eng qiziq bugungi mana shu siyosatni ham bir o'zi izini ko'rishingiz mumkin. 80 ta talaba borgan bo'lsak, ichida faqatgina yagona qizman bo'lganman. Qolgan hammasi o'g'il bolalar. Buni rasmlar ham bor va o'sha yalpi majlislar zaliga kirganimizda o'z-o'zidan o'sha yerdagi bevosita hashamat, u yerdagi bir nima deydi, o'z-o'zidan bir motivatsiyani o'sha yerdan olasiz va biz rasmga tushish jarayonida bir nechta talabalar biz maylimi prezidiumga chiqib rasmga tushsak maylimi ustoz deganlarda, yo'q, bittagina qizimiz bor, shunga faqat imkoniyat beramiz deb menga imkoniyat berilgan prezidiumda rasmga tushish va 4 yil davomida mana shu binoga kirib ekskursiya davomida olgan mendagi his-tuyg'ular menimcha bugungi kundagi o'zimni faoliyatimni yuritishimgacha bo'lgan jarayonda har qadamda meni izdan olib bordi va shu uydagilarga kelib onamlarga qo'ng'iroq qilganimda birinchi aytgan bir niyatim o'ylayman xolis bo'lgan ekan. Men albatta kelajakda mana shu senat binosida ishlamoqchiman deganman. Eng qizig'i 4 yil davomida universitetda o'qish davomimda hech qanday boshqa senat bilan faoliyatim to'qnashmagan, lekin taqdir taqozosi bilan magistratura davrimda rektorimiz tavsiyalari asosida mana shu yerda jamoatchilik asosida senatda amaliyot o'tashga imkoniyatim bo'ldi va o'zimni amaliyotim davomida qo'mitada yoshlar madaniyat va sport masalalari qo'mitasi edi o'sha paytda. Rahmatli Baxtiyor Sayfullayev boshchiliklarida, Tashmuhammad G'ofurjonov boshchiliklarida o'zimni jamoatchilik asosida faoliyatimni boshlaganman. Talaba bo'lishimga qaramasdan, undan keyin o'zimni talabalik davrimni tugatganimdan keyin ham ishlayotgan bo'lishimga qaramasdan doim senatga vaqtimni ajratishga harakat qilardim. Mana shu yerda muayyan bir jamoatchilik asosida faoliyatimda juda ko'p davlat boshqaruviga oid bo'lgan, senat faoliyatiga va qonunchilik jarayoniga oid bo'lgan o'zimga kerakli bilimlarni olganman va hozirgi kunda o'zimni Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisiman. O'zimni faoliyatimda ham imkon qadar o'zimni atrofimdagi talabalarga e'tibor qilib, ularda shunday xohish, qiziqish bo'lsa, albatta mana shu yerdagi muhitdan foydalanib, o'zimni talabalarim ham amaliyot o'tashga imkoniyat qilib berishga harakat qilyapmiz. Chunki haqiqatdan ham bugun amaliyot va nazariya bir-birlikda uyg'unlikda amalga oshirish kerak va eng qizig'i bugun senat bu uchun ochiq hisoblanadi. Bu haqiqatdan ham iqtidori bo'lgan yoshlarimiz, haqiqatdan imkoniyati bo'lgan va siyosatga qiziqqan va eng asosiysi o'zini intilishi va mehnatsevarligi orqali natijalarni ko'rsatayotgan yoshlarimizni bugun senat o'zini amaliyotiga olishga, amaliy jarayonlarda bevosita qatnashishga imkoniyat beryapti. Shu bilan birgalikda aynan yoshlar parlamenti ham biz o'zimizni atrofimizda mana shunday faol yoshlarni jalb qilish orqali ham senatni faoliyatidagi imkoniyat, o'zimizda mavjud imkoniyatlarni ularga ham berishga harakat qilamiz. Ular qo'mita yig'ilishlarida ham ishtirok etishyapti. Bevosita biz bilan bo'layotgan uchrashuvlarda yoki biz bilan bo'ladigan konferensiya, davlat suhbati, forumlarda, vazirlar bilan uchrashuvlarda biz bugungi kunda yoshlarni ham jalb qilishga harakat qilyapmiz. Mana shuni asosiy maqsad ham birinchi galda yoshlarni siyosiy jarayonlarda faol bo'lishga intilish. Haqiqatdan aytib o'tish kerak, bugun kreativ sohalar juda ko'p. Yoshlarimiz asosan kreativ sohalarga, yangi sohalarga intilishyapti, lekin aslida olganda siyosiy jarayonlar ham, siyosat ham yoshlar uchun jozibadorligini yo'qotmayapti deb o'ylayman. Shundan kelib chiqib yoshlar parlamenti ham bugun aynan siyosiy jarayonlarda faollik orqali siz qanday natijalarga erishish mumkinligini bir namuna sifatida ko'rsatuvchi faol yoshlardan iborat bir tarkib hisoblanadi.
Senatning yalpi majlislar zali yangi innovatsion qurilmalar bilan jihozlangan hisoblanadi va bu bevosita bugungi Senatning yalpi majlislarini to'g'ridan-to'g'ri YouTube orqali translyatsiya qilish imkonini beradi. Qolaversa, har bitta senator uchun elektron pultlar mavjud bo'lib, ular orqali har bitta senator so'zga chiqqanda va qonun uchun ovoz berganda to'g'ridan-to'g'ri ularning natijalarini ekranlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bugun Yoshlar parlamenti o'zini katta bo'lmasa-da, lekin natijalari orqali birinchi galda yoshlarni ko'ngliga yetib borishga harakat qilyapmiz. Chunki birinchi galda yoshlar bizga ishonishi, biz bilan birga ishlashga xohishi bo'lishi va eng asosiysi biz orqali, demak, parlamentda o'zini ovozi eshitilayotganiga ishonishi kerak. Mana shuning uchun ham Yoshlar parlamenti asosiy faoliyati davomida ko'plab hududlarda ham, oliy ta'lim muassasalarida va maktablarda o'zini uchrashuvlarini o'tkazishga, o'zimizni faoliyatimiz bilan bo'lishishga va yoshlarni taklif, muammo va masalalarni eshitish orqali ularni muayyan bir yechimini berishga yoki ulardagi muayyan bir kreativ g'oyalarni qanday qilib qonunchilikka singdirish bo'yicha uchrashuvlar o'tkazishga harakat qilamiz. Bugungi kunda Yoshlar parlamenti xalqaro minbarlarda ham faol hisoblanadi. Biz bugungi kunda Yoshlar parlamenti kabi O'zbekistondagi kabi tuzilmani kamdan kam uchratamiz. Umuman olganda bu Rossiya Federatsiyasi, Belorussiya, Qirg'iziston kabi davlatlarda bizga o'xshagan tuzilma parlamentlar huzurida bor. Yevropa mamlakatlarida esa NNTlar shaklidagi yoshlar parlamentlarini ko'rishimiz mumkin. Lekin shunga qaramasdan mana bugungi kunda biz demak Germaniyaning partiya yoshlar qanotlari bilan demak aloqalarni o'rnatishga, shu bilan birgalikda bugungi kunda Belorussiyaning yoshlar parlamenti, Rossiya Federatsiyasi, Qirg'iziston Respublikasining yoshlar parlamentlari bilan yaqindan muloqot olib borib, umumiy bo'lgan masalalarda, umumiy bo'lgan muammolarda birgalikda yechim olishga harakat qilyapmiz. Mana kuni kecha davlatimiz rahbari tomonidan MDH mamlakatlari rahbarlari kengashida ham MDH mamlakatlari yoshlar forumini ham O'zbekistonda o'tkazish taklifi bilan chiqdilar. Ya'ni o'z-o'zidan bugun davlatimiz rahbari yoshlarni siyosatga kirib kelishini, yoshlar siyosatda faol bo'lishini qo'llab-quvvatlagan joyda biz ham aynan yoshlar parlamenti sifatida bu jarayonda o'zimizni bor imkoniyatimizni safarbar qilishga harakat qilyapmiz. Bugun Yoshlar parlamenti asosiy o'zini yo'nalishlarini 3 ta masalada yo'naltirgan. Bu birinchisi qonun ijodkorligi jarayoni, bu parlament nazorati va shu bilan birgalikda uchinchi bu xalq bilan muloqot, ya'ni vakillik hisoblanadi. Qonun ijodkorligi jarayonida biz doimiy ravishda qonun qabul qilish jarayonlarining, muhokamalarining barcha jarayonlarida ishtirok etamiz. Ya'ni qo'mita yig'ilishlari, komissiya yig'ilishlari va shu bilan birgalikda eng asosiysi yalpi majlis. Yalpi majlisda biz shu chaqiriqdan boshlab o'zimiz yalpi majlis jarayonida so'zga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldik. Qolaversa bugungi kunda bizdan yoshlar o'rtasida dolzarb bo'lgan masalalarni Yoshlar parlamenti tomonidan yalpi majlis minbaridan eshittirish masalasi demak oldimizga vazifa qilib qo'yildi va biz bugungi kunda yoshlarimizdan ham iltimos qilamiz. Qanday aktual masalalarni siz bugungi kunda yalpi majlisda, Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida eshitishni xohlardingiz va qaysi masalalar bo'yicha demak Yoshlar parlamentini bevosita yordami va bevosita tashabbusi kerakligini demak sizlardan albatta kutib qolamiz. Shu bilan birgalikda Yoshlar parlamenti o'zining parlament nazorati faoliyatida ham faol, ya'ni biz qo'mita yig'ilishlari orqali, senatorlar orqali joylarda yoshlar masalalariga oid bo'lgan parlament nazorati faoliyatida ishtirok etamiz. Ya'ni hududlardagi, masalan, oxirgi bir o'rganishlarimizdan biri bu hududlardagi workout zonalari, sport maydonchalarining holati, ularga ajratilgan mablag'larning samarali ishlatilayotganligi yoki bundan tashqari aynan maktablardagi cholg'u asboblarining, musiqaxonalarning holati va bugungi kunda davlat rahbarining farmon va qarorlarida belgilab qo'yilgan o'sha maktablarni bevosita musiqa asboblari bilan ta'minlash holati bo'yicha o'zimizni demak faoliyatimizni yuritganmiz va o'sha Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Xotin-qizlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi bilan birgalikda uning natijalari bo'yicha o'sha qo'mita yig'ilishida muhokama qilingan. Shu bilan birgalikda biz bugungi kunda qonunchilik tashabbusi sohasida
Senatida o'sha o'tgan chaqiriqdan beri ishlab kelayotgan qonun loyihamiz bor. Bu qonun loyihasi bolalarning sog'ligiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunga tegishlicha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish. Ya'ni bu orqali biz bugungi kunda yoshlarni ijtimoiy tarmoqdan foydalanish, bunda o'qituvchi va pedagoglarning roli, ota-onaning roli masalasida qonun darajasida uni tartibga solish, shu bilan birgalikda ularni himoya mexanizmlarini va albatta javobgarlik masalalarini belgilash bo'yicha qonun loyihasi ustida ishlamoqdamiz va o'ylaymizki, ushbu qonunchilik tashabbusi loyihamiz ham bevosita Senatdan qo'mita yig'ilishlarida muhokamadan o'tadigan bo'lsa, albatta qonunchilik tashabbusi sifatida Qonunchilik palatasiga ham kiritiladi. Umuman olganda, Yoshlar parlamentining tarkibi haqida gapirganimda, Yoshlar parlamenti asosan yosh mahalliy kengash deputatlaridan iborat deb aytib o'tdim. Lekin bizda ko'pchilik yoshlarda aynan bizning faoliyatimizga qiziqish juda katta bo'lganligi uchun ular ham faoliyatimizga kirish uchun imkoniyat qilganmiz. Ya'ni bizda iyun oyida biz mana Yoshlar parlamenti faollar jamoasi uchun ham tanlov o'tkazdik. Mana shu tanlovni natijalarini olib qaraydigan bo'lsak, agar bizga 800 dan ortiq arizalar kelib tushadigan bo'lsa, undan bugungi kunda 500 nafarga yaqin yosh faollarni butun respublika bo'yicha o'zimizni atrofimizga birlashtirdik. Aytib o'tish kerak, bugungi kunda ular ham muayyan bir yo'nalishda o'zini faoliyatini olib bormoqda va har bitta hududdagi yoshlar parlamenti a'zolari bilan ularni biz aloqasini o'rnatib berganmiz va ular birgalikda hududlardagi masalalarni, hududlardagi amalga oshirilayotgan loyihalarni birgalikda amalga oshirish imkoniyati bor va bunday keyingi chaqiriqdagi yoshlar parlamenti faollar jamoasi uchun biz keyingi yana tanlovni e'lon qilmoqchimiz. Bu tanlov ham yaqin orada demak rejada bor va albatta bu to'g'risida sizlarga o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali xabar beramiz. U yerda bevosita sizga muayyan bir o'zingizni loyihalaringiz bilan chiqish orqali tanlovda ishtirok etishingiz mumkin va biz eng yaxshi g'oya, eng yaxshi taklif va eng yaxshi masalani ko'targan yoshlarimizni o'zimizni atrofimizda jalb qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz va bu faqatgina poytaxt, ya'ni Toshkent uchun emas, balki butun respublikadagi yoshlarimiz uchun hisoblanadi. Chunki har bitta hududda bizda yosh faollarimiz qancha ko'p bo'lsa, bizning faoliyatimiz ham har bitta hududdagi chekka hududlarga yetib borish imkoniyati bo'ladi va xuddi shunday, agar sizda muayyan bir takliflaringiz yoki g'oyalaringiz bo'lsa, bemalol bizni ijtimoiy tarmoqlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Oktyabr oyining oxirida, noyabr oyining boshlarida biz o'zimizning Yoshlar parlamenti platformasini yo'lga qo'yishni rejalashtirganmiz va unda sizda nafaqat murojaat qilish imkoniyati, balki biz qo'yadigan va muhokama qilinayotgan qonunlarni ham qo'llab-quvvatlash yoki ularga izoh qoldirish, shu bilan birgalikda biz o'tkazadigan so'rovnomalarda ham ishtirok etish imkoniyati bo'ladi. Uning taqdimoti haqida ham biz aynan Yoshlar parlamentining ijtimoiy tarmoqlarida ma'lumotlar berib boramiz. Albatta bizni kuzatib boring va mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatlar orqali Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida ham yoshlarga manfaatli bo'lgan loyihalarni, tashabbuslarni ilgari sura olamiz.